Hamma seni dedi mali gelse Hasan ey Hasan Qaravut tulmansam Hasan ey Hasan Oynatmaz Damas videosini ko'rganga 1 tanga, izoh qoldirganga esa 1000 tanga. G'ani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratganda yangi Damas Move sharhimizni tomosha qilingan soni ham g'izillab ketyapti. Bunga asosiy sabab siz faol bo'lganligingiz. Yoqtirmalar, izohlar uchun alohida minnatdorman. Bugun gaz berish shoxobchalarida yana gaz ta'minoti tiklanganligi haqida yoki Gold Octagonda debyut qilganligi haqida gaplashmaymiz. Shu jang nima bo'ldi, ko'rdingizmi? Ko'plab izohlar orasida biz javob bermoqchi bo'lgan izohlar ham mavjud edi. Keling bugun bizning ko'rsatuvimizda ularga batafsil javob berishga harakat qilamiz. Mening ismim Sharipov Saydolimxon va men Avtoelon.uz YouTube kanalida boshlovchi va muallifman. Mening asosiy ishim avtomobillarni sharh qilish va ularni sizga tanitish. Sharh qilar ekan, menda ham ma'lum bir hissiyotlar paydo bo'lgan. Bu tabiiy narsa. Chunki men bu avtomobilni, ya'ni yangi Damas Move'ni xuddi sizdek o'zimizning Damasimiz bilan solishtirganman. Va bu avtomobilda bunday o'zgarishlar bo'lishi juda hayratli va maqtovga yaroqli edi. Marketing nuqtai nazardan Damas nomi saqlanib qolinishi ko'p tarmoqli avtomobil uchun bu mantiqli bir narsa. Ammo bu mutlaqo biz tanigan Damas emasligi ham haqiqat. Shunday qilib, men bu avtomobilni hech reklama qilganim yo'q. Faqatgina muallif o'laroq o'z fikrlarim bilan bo'lishishga harakat qildim. Reklama esa biroz farqli bo'ladi. Mana, yangi mashina sotib oldim. Avtoelon.uz'dami? Ha, Avtoelon.uz'da. Eskisini ham tez sotdim. Qayerda sotdingiz? Avtoelon.uz'da xaridorlar ko'p. Qayerda xaridorlar ko'p? Avtoelon.uz'da. Mashinalar tanlovi ham katta. Katta tanlov qayerda? Avtoelon.uz'da. Avtoelon.uz'da. Avtoelon.uz Hammasi oddiy. Avtoelon.uz'da mashinani soting va sotib oling. Avtoelon.uz bepul ilovasini yuklab oling. Ha, Avtoelon.uz'da. Motor haqidagi bo'limda men tarafdan taqdim etilgan ma'lumotlar juda qisqa bo'lib qolgandi va bu xatoni bartaraf qilish uchun bugun bizning mazkur muxbirimiz to'g'ridan-to'g'ri avtosalonda. Saydolimxon, siz efirdasiz. Saydolim, rahmat. Demak, bugun biz ma'lumotlarni to'ldirish maqsadida Toshkent avtomarkaz rasmiy dilerlik markaziga tashrif buyurdik va bu ishda bizga bu yerda tanishuv uchun joylashtirilgan ikkita avtomobil Damas Move va Damas Max yordamchi bo'ladi. 2025-yil oxirida, ya'ni 31-dekabrda UzAvto yangi Damaslarga 6 ta pozitsiyasiga narxlarni taqdim qilgandi va ular quyidagicha bo'lgan. Yuk tashish uchun mo'ljallangan 2 ta pozitsiya va yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan 4 ta pozitsiya. Ikkita har xil motorlar bilan jihozlangan avtomobillarning o'rtadagi farqi 10 million so'mga teng. Kelinglar birgalikda shu ikkita har xil motorli avtomobillarni qanday farqlari borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. 1,5 litrlik motorimiz haqida biz bundan oldingi sharhimizda barcha ma'lumotlarni berganmiz. Lekin 1.2 li motor esa qanday farqlarga ega? Keling shu haqida gaplashamiz. 1.2 li motor aslida 4 silindrli 16 klapanli tabiiy havo olish tizimi bilan jihozlangan biroz takomillashtirilgan motor hisoblanadi. Lekin uning 1,5 litrli motordan asosiy farqi bu uzatmalar qutisidagi uzatmalar sonidadir. Ya'ni 1.2 li motorda uzatmalar soni 5 taga teng. 1,5 litrli motorda esa u
6 tani tashkil etadi. Uzatmalar sonining ko'p yoki kam bo'lishi avvalambor motorga keladigan yuklamani pasaytiradi. Ya'ni uzatmalar soni qanchalik ko'p bo'lsa, motorga keladigan yuklama shunchalik oz bo'ladi. Ammo 1.2 li motorda ham buni yechimi qilingan. Bu motorlarda IVVT tizimi o'rnatilgan, ya'ni kiruvchi klapanlarni fazalarni o'zgartiradigan tizim. Bu bilan biroz bo'lsa-da yuklama va yoqilg'i sarfi kamayadi. Ikki motor farqini biz sizlar bilan bilib oldik. Lekin men bitta narsaga ahamiyat berdim. Chevrolet Uz rasmiy saytida broshura bo'limida broshurada berilgan ma'lumotlarga ko'ra juda qiziqarli bir fakt mavjud. Chevrolet Uz rasmiy saytida yangi Damas'ning broshurasini yuklab olsangiz, u yerda faqatgina 1,5 litrli motorga ega bo'lgan modellar ochiqlangan. 1.2 litrlik motor haqida ma'lumotlar berilmagan. Demak, mening konspirologik taxminlarimga ko'ra, keyinchalik yangi Damas'larda faqatgina 1,5 litrlik motor o'rnatiladi. Shuni aytib o'tish kerakki, Uz Powertrain korxonasi shu hajmdagi ikkala motorni ham ishlab chiqaradi va bozor reaksiyasiga qarab turib eng optimal dvigatelni tanlaydi degan umiddaman. Hammaga 1,5 litrli motor ma'qul kelganda, hamma Damas'larga 1.2 li motor qo'yishni boshlashadi. Tushunarli Said Olimxon. Qarang, yana bir ko'p uchraydigan savol bo'ldi. U ham gaz balloni o'rnatilish masalasi bo'yicha. Bu haqida ham ma'lumot bersangiz. Rostdan ham juda o'rinli savol bo'libdi. Yangi Damas'larda ikki motor ham tabiiy havo olish tizimi bilan jihozlanganligini inobatga olsa, bu avtomobillarda ham metan ham propanni bemalol o'rnatsa bo'ladi. Rasmiy dilerlik markaz xodimlarining gaplariga ko'ra, metan ham propan ham o'rnatilgan zahot zavod tarafidan beriladigan kafolat ham saqlanib qoladi. Faqatgina siz akkreditatsiyadan o'tgan texnik xizmat ko'rsatadigan tashkilotlarda gazni o'rnatishingiz kerak. Agar ko'cha-kuyda biror bir noma'lum joyda o'rnatadigan bo'lsangiz, kafolat tabiiyki kuyadi. Metanni quymaganimga ancha bo'ldi. Propan narxi o'zi qancha bo'ldi? Mazkur muxbirimizga minnatdorchilik bildirib, o'z ko'rsatuvimizni davom etamiz. Keyingi deyarli asosiy izoh bu avtomobilning narx masalasi, ya'ni uning qimmatligi. Bu haqda biz juda ko'p taxminlar va muhokamalar qilishimiz mumkin. Ammo Cobalt deyarli shu narxda 2025-yilda O'zbekistonda eng ko'p sotilgan avtomobil bo'lganligini inobatga olsa, yangi Damas'da ham imkonlar bordek. Undan ko'ra keling birgalikda biz ikkita avtomobilni, ya'ni eski va yangi Damas'larni energiya bilan qurollanganligi haqidagi ko'rsatkichlarni solishtirib ko'ramiz. Ko'p tarmoqli avtomobillarda dinamikadan ziyoda uning energiya bilan qurollanganligi muhim rolga ega. Bu ko'rsatkich dvigatelning quvvatining avtomobilning o'z vazni yoki to'liq massasiga nisbatini ko'rsatib turadi. Keling bugun birgalikda biz 4 ta avtomobil misolida ushbu ko'rsatkichni analiz, ya'ni tahlil qilib chiqamiz. Demak, bugungi avtomobillar Damas Deluxe, Damas Van, Damas Move 1.5 va Damas Max 1.5. Demak, birinchi qahramonimizning Damas Deluxe'ning motor quvvati 38 ot kuchiga teng, to'liq vazni 1262 kiloni tashkil etadi. Damas Van esa 38 ot kuchiga teng bo'lib 1372 kilogramm to'liq vaznga ega. Damas Move 1.5, ya'ni biz to'liq maksimal pozitsiyasini olganmiz. Motor quvvati 103 ot kuchini tashkil etib, to'liq vazni 1920 kiloni tashkil etadi. Damas Max esa xuddi Damas Move kabi motor quvvati 103 ot kuchiga teng bo'lib, to'liq vazni 1920 kilogrammni tashkil etadi. Agar bu avtomobillarning energiya bilan qurollanganligini qaraydigan bo'lsak, demak Damas Deluxe'da u 30.1 ot kuchini tashkil etadi, ya'ni motor 1 tonnani tashish uchun 30.1 ot kuchini ishlatadi. Damas Van'da bu ko'rsatkich 1 tonnaga 27.7 ot kuchini tashkil etadi. Damas Move'da bu ko'rsatkich tonnasiga 54.2 ot kuchini tashkil etadi va Damas Max'da esa bu ko'rsatkich
54,2 ot kuchini tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar yangi Damas eski Damasdan 2 karra kuchliroqligini ko'rsatadi. Ya'ni motor yuk tashiganda, yo'lovchi tashiganda ortiqcha yuklamalarga duchor bo'lmaydi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, eski Damaslar bu ko'rsatkichlarga qaramasdan turib bemalol 1 tonnalab ham yuk olar edi. Ya'ni Damas vanni maksimal yuk tashish ko'rsatkichi 560 kilogrammga teng. Damas Max'da esa 720 kilogrammga. Agar shuni inobatga olsa, Damas vanlar 1 tonnali yuk ham oladi. Ya'ni u yozilgan raqamlardan ham 2 barobar ko'proq yuk tashirdi. Damas van ham agar xuddi shu yo'l tutsa, bemalol 1,5-2 tonna yuk olsa bo'ladi. Lekin biz bunga tabiiyki qarshimiz, chunki bu texnik xavfsizlikka to'g'ri kelmaydi. Avtomobilingizni ehtiyot qiling. Yana bir pul bilan o'lchanadigan ko'rsatkich bu 100 kilometrga yoqilg'i sarfi. Eski Damaslarda aralash siklida yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 7 litrni tashkil etsa, yangi Damas Move'da bu ko'rsatkich 6,5 litrga teng. Agar yangi Damas real hayotda ham xuddi eski Damas kabi yoqilg'i sarf qilsa, menimcha ustunlik yaqqol Damas Move'da. Ha, bu savol juda o'rinli va muhim bo'lganligi sabab uni bugun bu ko'rsatuvimizga qo'shishga qaror qildim. Salon shovqinlik darajasini albatta maxsus qurilma orqali yuqori tezlik ruxsat etilgan joyda biz o'lchab natijalarni sizlarga taqdim etamiz. Tormoz yo'lini ham o'lchashga harakat qilamiz. Barcha testlarni bajarish uchun albatta biz Damaslarning rasmiy sotuvi ochilishini kutishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi savolga ham bitta qilib javob bersa bo'ladi. Menimcha bu mavzuda asosiy narsa avtomobil CGMW korxonasida ishlab chiqarilganligi, ya'ni Xitoy davlat tashkiloti SAIC va General Motorsning qo'shma korxonasida. Bu motor GMning normativlariga ko'ra Xitoy zavodida ishlab chiqaradi va u yomon bo'lishi biroz gumonli bir narsa, chunki o'rtada GMning obro'si turadi. Bizning Uz Powertrain korxonasida GM motorlari qanday ishlab chiqarilsa, Xitoy zavodida ham u xuddi shu normativlarga ko'ra ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, himoya qiluvchi qoplama ham, texnik detallar ham menimcha hech e'tiborsiz qolmaydi, chunki SAIC kichkina korxona emas. Ha, yana bir narsani aytmoqchiman. SAIC korxonasi Xitoyda rasman Chevrolet markasidagi avtomobillarni ishlab chiqaradi. Ya'ni biz tanigan Malibu XL ham Xitoydan keladi. Hatto esingizda bo'lsa, Tracker 2 ham avval Xitoydan kelib, bizda mashhur bo'lgan, undan keyin UzAvto tarafidan rasmiy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. BYD ham xuddi shu ssenariy bo'lgan-ku, lekin bu mutlaqo boshqa hikoya. Mening nazarimda tushgan savollardan eng qiziqarligi shulardan iborat edi. Albatta o'z fikrlaringizni, qiziqtirgan savollaringizni, kontentga bog'liq istaklaringizni barchasini izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Agar savol-javob formati sizga qiziq bo'lsa, izohlar bo'limida doim faol bo'ling va biz shu faollikka qarab shunday ko'rsatuvlarni tayyorlaymiz. Siz bilan Sharipov Saidolimxon bo'ldi. Ko'rishguncha.